Yangi qurilgan uchastka oldida do'koni bilan 68500 ga sotuvga chiqyapti. Yana kelishtirib beriladigan joy bor. Birinchi bo'lib sizga uchastkani tushuntirib beradigan bo'lsam, hovlisiga bemalol bitta mashina sig'adi. 4 ta xonasi bor, 3 ta sanuzul hojatxonasi bor, oshxonasi bor. Remontlari yangi bitkazilgan, hali hech kim yashamagan. Mebel texnikalarni olib kelib, bemalol maza qilib yashasanglar bo'ladi. Endi sizga do'konimizni tushuntirib beradigan bo'lsam, yo'lni birinchi liniyasida joylashgan, 30 kvadrat metr baqvat qilib qurilgan, bemalol ikkinchi qavatini ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Birinchi qavatini oziq-ovqat qilib o'zingiz ishlatsangiz ham, ikkinchi qavatini arendaga berib qo'ysangiz ham oyma-oy pul kelib turadigan joy. Manzilga keladigan bo'lsa, Qibray tumani Mayskiy yo'lni birinchi liniyasida joylashgan shu uchastkamizni egalarining o'zlaridan xarid qilsanglar bo'ladi. Uchastkamiz yoqqan bo'lsa, do'konimiz narxi yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yib, Qibray tumanining yaxshi joydan tayyor uchastkani arzon narxlarga qidirib yurgan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying. Yaxshi mahallalardan uy-joylarni egalarining raqami bilan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.